Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan telefon haqida kanali. Biz bugungi videoda Xiaomi kompaniyasiga tegishli o'rta va arzon segmentli smartfon Redmi Note 14 4G haqida gaplashamiz. Unda videoni boshlaymiz. Telefon xususiyatlari haqida. Telefon ekrani 667 dyumli HD+ 120 Hz AMOLED display va 1800 nits maksimal ekran yorug'ligi. Chipset haqida aytsak, chipset MediaTek Helio G99 Ultra 6 nanometr texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Xotira turlari haqida ham aytib o'tsam. Xotira turlari 6 ga 128, 8 ga 128, 8 ga 256 GB turlari bor. MicroSD karta orqali 1 terabaytgacha xotirani maksimal kengaytirish mumkin. Endi esa bu telefon kamerasi haqida. O'zi bu telefonni olaman deb yurganlar uchun kamerasi haqida ham ma'lumot berib o'taman. Asosiy kamera 108 megapiksel, ikkinchi kamera 2 megapiksel chuqurlik sensori, uchinchi kamera 2 megapiksel makro kamera, selfie kamerasi esa 20 megapiksel. Afsuski bu telefonda 4K video yozish imkoniyati yo'q. Endi esa bu telefonni katta batareyasi haqida gaplashsak. Batareya 5500 mAh ga teng. Bir kunga bemalol yetadi. 33 Watt tez zaryadlashga ega. Operatsion tizim esa HyperOS 2 AI funksiyasi bilan. Audio esa stereo ovoz, Dolby Atmos va 3.5 mm jack bor. Bu telefonning afzalliklari to'g'risida gaplashsak, yuqori sifatli ekran, 120 Hz AMOLED display, yuqori yorqinlik va ranglarni aniq ko'rsatish bilan ajralib turadi. Kuchli asosiy kamera, yaxshi yorug'likda yuqori sifatli suratlar oladi. Uzoq muddatli katta batareya, 5500 mAh ga teng 33 Watt tez zaryadlash bilan atigi 77 daqiqada to'liq zaryadlanadi. Va bu telefonda AI funksiyasi bor. Endi esa bu telefonning asosiy kamchiliklari to'g'risida ham aytsam. Ultra keng burchakli kamera yo'q. Makro va mikro chuqurlik sensori cheklangan. 4K video yozish imkoniyati ham yo'q. Boya aytganimdek, dasturda ba'zida reklamalar chiqish ham mumkin. Endi esa siz kutgan PUBG Mobile'da bu telefon necha FPS ochib beradi? Do'stlar, bu telefon PUBG Mobile o'yinida 60 FPS ochish imkoniyatiga ega va o'yinda siz o'rta darajada grafik sozlamalarda o'ynaysiz. Telefonda giroskop ham ishlaydi. Telefonda laglar va qotishlar kam bo'ladi, lekin ora-orada ko'proq otishmali joylarda telefonda laglar kuzatilishi mumkin do'stlar. Chunki bu flagman darajadagi telefon emas, o'rta narxdagi segment, ya'ni o'rta segmentli telefon bo'lgani uchun ham lag va qotishlarni sal kuting. Xulosa. Bu telefonni men kimlarga maslahat beraman? Bu telefonni aynan PUBG'lar uchun maslahat bermayman, o'yin o'ynovchilar uchun ham maslahat bermayman, lekin bu telefonni kundalik foydalanish uchun ishlatuvchilar, Instagram, YouTube, telefon qilish uchun foydalanmoqchi bo'lganlar va yaxshi surat chiqarmoqchi bo'lganlar ham bu telefondan foydalanishingiz mumkin. Lekin kun davomida faqat PUBG Mobile, Call of Duty va Asphalt 9 kabi og'ir o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lganlar bu telefonni olmang. Undan ko'ra bundan qimmatroq 400 yoki 350 dollarga Infinix ning yaxshi GT versiyalarini olishingizni maslahat beraman. Biz Redmi Note 14 4G haqida yig'gan barcha ma'lumotlarimizni shu videoda jamladik. Keyingi videolarda bizni kutib qoling va kommentariyada qaysi telefon haqida video qilishimizni ham yozib qoldirasiz degan umiddamiz.